O'zbekistondagi eng qimmat kvartiralar qaysi viloyatda deb o'ylaysiz? Oxirigacha ko'ring. Birinchisi Qoraqalpog'iston 1 metr kvadrati uchun 5 million so'mdan 6 million so'mgacha. Ikkinchisi Surxondaryo 1 metr kvadrati uchun 5,5 million so'mdan 6,5 million so'mgacha. Uchinchisi Sirdaryo 1 metr kvadrati uchun 6 milliondan 6,5 million so'mgacha. To'rtinchisi Jizzax shahri 1 metr kvadrati uchun 6,5 million so'mdan 7 million so'mgacha. Beshinchisi Xorazm shahri 1 metr kvadrati uchun 7 milliondan 8 million so'mgacha. Oltinchisi Qashqadaryo 1 metr kvadrati uchun 7,5 million so'mdan 8,5 million so'mgacha. Yettinchisi Andijon shahri 1 metr kvadrati uchun 8 milliondan 9 million so'mgacha. Sakkizinchisi Namangan shahri 1 metr kvadrati uchun 8,5 million so'mdan 9,5 million so'mgacha. To'qqizinchisi Farg'ona shahri 1 metr kvadrati uchun 9 milliondan 10 million so'mgacha. 10-chi Samarqand 1 metr kvadrati uchun 10 milliondan 11 million so'mgacha. 11-chi Buxoro 1 metr kvadrati uchun 11 million so'mdan 12 million so'mgacha va oxirgisi Toshkent shahri 1 metr kvadrati uchun 13 million so'mdan 18 million so'mgacha va bundan yuqori. Ushbu narxlar har bitta viloyatning shahar markazidagi yangi qurilgan ko'p qavatli turar joy binolarining korobka holatdagi, ya'ni yarim tayyor holatdagi uylarning o'rtacha narxi bo'ladi. Siz qaysi viloyatdan va necha pulga uy olgansiz? Kommentariyada albatta yozib qoldiring. Yana shunga o'xshash ko'chmas mulk haqida qiziqarli videolar sizga qiziq bo'lsa, Elyor uylari blogiga obuna bo'lib qo'ying.